Sog'ligi, yeb ichishi, bo'g'ozligi, yuvoshligi garantiyasini beramiz aka-ukalar. Birinchi shvetimiz bo'ldi. Like'larni bosib tursanglar, xudo xolisa bir-biridan go'zallarni ko'rsatar. Qanaqasi bu? Chiroqlar ham dosh bermay qoldi-yu bunga. Ishlarni. Mana qadrdonlar, yurish-turishlarga baho beringlar. Hamma yo'g'i go'zal. Xudo xolisa, eng muhimi puli yengil to'r joyda. Oq yili. Idishni zo'r solyapti-ku bu, ha? Go'zal. Necha oyligida bu? 2 oylikmidi? Endi orqani bitta ko'rsataylik. Orqa vobshe dahshat ekan lekin-chi. O'ta dahshat, o'ta dahshat. Buqa yo'xshab semiriblarga ham kelishilgan holatda. Voy bellarimni qarishlab ko'rsatingchi moldi. Qarish bo'ylari 1.20. Birinchi qoringa 2 oylikdan o'tyapti, xudo xolasa bo'g'ozligi. Bo'g'ozligi naq. Uzi syomkalari bor-a buni ham? Bor, albatta. Aka-ukalar, toza shvetni 100% tozasini, tumshuqlari mana bunaqa uzun bo'ladi aka-ukalar. Quloqlari ham mana bunaqa shalpang quloq bo'ladi. Shohi ham hani-huni chiqmaydi, shohlari ham uzun vaskisdan. Bo'ylari ham xudo xolasa 1.40 atrofi. Xudo xolasa 1.5 oy atrofi bo'g'ozligi, lekin naq. Uzi syomkalari bor. Super varianti bo'ladi-yu aka-ukalar. Ana shunaqasidan. Kuzatuvchilar, shvet so'ragan. Shvetni go'zalidan, oq quloq, tumshug'idan, yuvoshidan so'raganlar. Yuvosh deyapti, yuvosh. Yoniga borib, o't yemini berganda o'zim ham zavqlanib, zirinalam ko'tarilsin moldi. Ali bir musofirda yurganlar bitta neger bilan bitta o'zbek kelishib ishlab bir-birini pulini olyapti. Nima ikkita o'zbek kelisha olmaymizmi? Kelishamiz, xudo xolasa. Ali 100 yilda bir dunyoga keladi deydimi? O'ta go'zalidan ekan. Qo'yga o'xshab ketganda, semizidan, polvonidan, o'ta kuchligidan bo'lsin degan. Antikvaridan, suviner bopidan. Qadrli kuzatuvchilar, uni qaranglar. Go'zalligini qaranglar, kallani yarashganini qaranglar. Idish solishni yuvoshligini qaranglar. Qadrdonlar, uni qaranglar. Yesh ichishlar kombaynidan birinchi qo'linga bo'g'oz, munozinlarimizni go'zallaridan kelgan. Mana bunaqa Mickey Mouse'lari ham bor. Mana bunaqa birinchi qo'linga bo'g'oz, yosh shvetlarimiz ham bor aka-ukalar. Kim qanaqasidan so'rasa, har xillaridan bor. Yesh ichishlari zo'r. Videoni shoshilmasdan, o'tkazmasdan oxirigacha ko'ringlar, to'liq ma'lumotlarni beramiz. Assalomu alaykum, Chorva biznes kanalining qadrli kuzatuvchilari, ijtimoiy tarmoq, YouTube hammaga xayrli tong. Bugun 2026-yil 21-aprel, hafta kuniga seshanba biz Andijon viloyati Oltinko'l tumanidan navbatdagi go'zal shvetlarimizni ko'rsatishdi. Boshlaymiz. Bizni kamtarona mehnatimizni qo'llab-quvvatlab, videoga bittadan like bosib qo'ysanglar, biz boshladik. Qadrli kuzatuvchilar, yoshidan, bo'g'ozidan, shvet, oq quloq, oq tumshug'idan so'raganlarga birinchi qoringa bo'g'oz. Voy aka-ukalar, ma'danan turib saso'lar kunni bu joni sog'ib yurdi, qaranglar. Oq yelin, oq quloq, oq tumshuq, stakan tuyoq. Qadrdonlar, bo'ylari 1.15. Hali yosh, 1 yashardan o'tgan, xudo xolasa 3 ta tuqqungacha hali ancha o'sadi. Behijolat olib, boqib baraka topaverasizlar. Qadrli kuzatuvchilar, xo'p, buni bo'g'ozligi 1.5 oy atrofi. Xudo xolasa 1.5 oy atrofi bo'g'ozligi, lekin naq. Uzi syomkalari bor. Uzi qilib tekshirtirib qo'yganmiz. Olgan odamga xudo xolasa chiroyli qilib tashab beramiz. Oldiga 1-2 qadam yurgizib, ha do'stim. Yetalab bering-da bitta yurishlarni. Mana qadrdonlar, yurish-turishlarga baho beringlar. Hamma yo'g'i go'zal. Xudo xolasa eng muhimi puli yengil aka-ukalar. Olinglar, boqib baraka topasizlar. 25 million so'm qadrdonlar, kami bor, vodiy bo'ylab dastavkalari besplatniy. Bu birinchi shvetimiz bo'ldi. Like'larni bosib tursanglar, xudo xolasa bir-biridan go'zallarni ko'rsatamiz. Shoshilmasdan, o'tkazmasdan tanlab ko'raverasizlar. Yoqqanni raqami bilan birga telefon qilib aytasizlar, xudo xolasa kelishamiz. Ketdik do'stim, yetaling. Voy mashalloh, idishlarni qaranglar aka-ukalar buni. Voy mashalloh, aka-ukalar bittadan like'larni bosib qo'yinglar. Mana bunaqa go'zallaridan ko'rsatamiz. Qadrli kuzatuvchilar, shvet so'ragan. Shvetni go'zalidan, oq quloq, tumshug'idan, yuvoshidan so'raganlar. Yuvosh deyapmiz, yuvoshmi do'stim, bitta ko'rsating. Ko'raylik bu yuvoshliklarni. Qani? Yuvoshliklar. Joni sog'ib yur. Mana aka-ukalar, to'ra ustidagi to'r joyda. Oq yili. Idishni zo'r solyapti-ku bu, ha? Go'zal. Necha oyligida bu? 2 oylikmidi? 2 oylik. 2 oylik, shuncha idish solyapti, mashalloh. Zo'r aka-ukalar. Natija, xudo xolasa, yosh oyligiga qaraganda idishni zo'r solyapti. Roza ro'zg'or bo'lib, sut beraman deydigan sigir bo'ladi ekan. Aka-ukalar bo'ylari 1.20. Birinchi qoringa 2 oylikdan o'tyapti, xudo xolasa bo'g'ozligi. Bo'g'ozligi naq. Uzi syomkalari bor-a buni ham? Bor, albatta. Tashab beriladi. Xudo xolasa tashab beramiz. Toshlarini qaranglar aka-ukalar. Oyoqlari polvonligini qaranglar. Bular hali ancha o'sadi. Qadrdonlar. Ancha o'sadi, xudo xolasa. Kuragi yo'q hali. Yosh oyliklari 1 yashardan o'tgan.
Xudo xolasa sog'ligi yeb ichishi bo'g'ozliklariga garantiyasini beramiz. Albatta. Garantiyalar bor. Dastavkalarichi? Vodiy bo'ylab besplatni qo'ygan joylarga kelishilgan hozir. Kelishamiz. Ha, kelishamiz. Bitta chet elda hali bir musofirda yurganlar bitta neger bilan bitta o'zbek kelishib ishlab bir-birini pulini olyapti. Nima ikkita o'zbek kelisha olmaymizmi? Kelishamiz Xudo xolasa. Kelishtirib chiroyli qilib beramiz. Luboy inson bilan kelishamiz, aka-ukalar. Bu yog'i mana Buxoroni Karvon bozorigacha, bu yog'i Surxondaryoni, Jarqo'rg'on, Sherobod, Denov, Uzun tumanlari hamma yo'g'iga yetkazib berdik mollarimizni. Bu yog'ini so'rasanglar endi Jizzaxda Do'stlik, G'allorol, Toshkent, o'zimizni Sirdaryo, o'zimizni Andijon, Namangan, Farg'onani hamma burchaklariga Xudo xolasa Chorva biznesdan mollarimiz yetib bordi, olib rahmat aytishdi. Xudo xolasa bunisini ham sizlarga chiroyli qilib yetkazib beramiz. Mana aka-ukalar, Xudo xolasa hamma ma'lumotlarni berdik. Yana biz berib ulgurmagan ma'lumotlari bo'lsa, ekrandagi nomerlarimiz boy. Ha, shu nomerlar aloqaga chiqsa, Xudo xolasa ma'lumotlarni beramiz. Yana. Yetkazamiz Xudo xolasa. Do'stim, buni nima deymiz narxlarini? 26 million so'm. Telefon 26 qilsin, yana xayri bor. Xayri bor-a? Albatta, xayri bor. Ketdi, yurishlarni bitta ko'rsatingchi. 26 million so'm, kami bor. Kelishamiz aka-ukalar, aloqaga chiqinglar. Hurmatli kuzatuvchilar, Mickey Mouse'dan kutganlarga, antikvaridan, suvenir bopidan. Qadrli kuzatuvchilar, uni qaranglar. Go'zalligini qaranglar, kallani yarashganini qaranglar endi. Angusga qanaqadir olaparoda gibrid bo'lganda endi, ha boy. Aha. Qanaqadir olaparodagi gibrid bo'lgan, taglari oq. Xudo xolasa, kallarini ham ko'ringlar. Mana, aka-ukalar. Hamma yo'g'i go'zal. Bo'ylari 1.20 atrofi-ya bu ham, ha? 1.20 atrofi. Bu buqa buzdi bo'ldi, lekin bo'g'ozga emas-a? Yo'q, buqa buzdi bo'ldi. Endi yaxshi buqa topib qo'shib olsa, Xudo xolasa. Xudo xolasa. Ushab qolgan bo'lsa, ushagan bo'lishi mumkin-ku, lekin bo'g'ozga bermaymiz aka-ukalar. O'zingizlar bir tekshirib bersizlar, buqa buzdi qilib qo'yib qo'yilgan. Lekin sog'ligi yeb ichishlari hamma yo'g'i zo'r, Xudo xolasa. Xo'p, bo'ylari 1.20 atrofi, 1 yashardan o'tgan buqa talab bo'ldi. Bir marta bo'ldi, buqa buzdi qilib qo'yildi. Endi yana talab bo'lsa, mabodo qo'yib qo'yasizlar o'zingizlar. Xudo xolasa yaxshi sigir qilib olasizlar. Asosiysi puli yengil. Hurmatli kuzatuvchilar. Xo'p, buni 20 million so'm emas, 19,5 million so'm. Aka-ukalar, 19,5. Kami bor. Yana kelishamiz. Bir ikki qadam yurgizib bering qani. Yurishlarni ham bir ko'raylik-chi. Yur. Bular zagonda katta bo'lganda, ha, ozgina hurkayroq. Bayliqqa endi tushyaptimi bular? Ya, endi tushdi. Chekkagandan beri. Bular zagonda yurgan mollarda, fermalarda, zagonlarda mollari aka-ukalar, import mollardan. Qadrdonlar 19,5 million so'm. Kami bor. Kelishamiz yana. Aloqaga chiqinglar. Xudo xolasa ishni bitiramiz. Ha, do'stim? Ha, Xudo xolasa. Ketdi. Yetalanchi o'zi yo'q, Xudo xolasa. Bitmaydigan ishni o'zi yo'q, ha? Albatta. Bitiramiz, Xudo xolasa. Bitiramiz, obunachilarga beramiz. Antikvaridan, suvenir bopidan so'raganlar. Hurmatli kuzatuvchilar, buqaga o'xshab ketgandan, semizidan, polvonidan o'ta kuchligidan bo'lsin deganlarga. Boy, o'ylabdi. Necha oylik bu? Bu 7 oydan o'tgan, 8 ga o'tdi Xudo xolasa. 7 oy to'ldirib 8-oyga o'tdi. O'tdi Xudo xolasa. Yuvoshligi qanaqa bu jonivor? Yuvoshlarini ko'rib qo'ysin mana. Joning sog' yur. Nima deyapti bu? Aka-ukalar, voy yelin, o'sha boshlabdi-ya idish solishni. Boshladi eshitdim Xudo xolasa. Idish solishni yuvosligini qaranglar, qadrdonlar. Uni qaranglar. Arqon tepaga tashab qo'ying qani. Mana jon. Juda mo'tadil sigir bo'lar ekan u, ha, bu, ha. Erkak ayol tanlamaydi. Tek turib beradi. Mana aka-ukalar. Hech yoqqa bir nima qaranglar. 4 son ekan-a, polvonligini. Mana aka-ukalar. Orqa oldini kengligini qaranglar. Bitta aylantiringchi, bitta yurgizib. Kejon. Hurmatli kuzatuvchilar, birinchi qoringa 7 oylik to'lib, 8-oyga Xudo xolasa mana o'tib turibdi. Kuragi endi chiqar dediz-a, buni 2 dona-ya. 2 dona endi chiqdi mana. Kurak tishlari 2 dona. Oq quloq, oq tumshuq, stakan tuyog'i aka-ukalar. Sog'ligi yeb ichishi, bo'g'ozligi, yuvoshligi garantiyasini beramiz. Vodiy bo'ylab dastavkalari besplatniy bo'ladi, qolgan viloyatlarga ham kelishamiz. Xo'p, buni aka-ukalar bo'ylari 1.25 oshiqroq ham chiqadi-ya. 1.25 plus olaversin. Xudo xolasa 1.25 plus aka-ukalar. Ko'p kutmaysizlar, ko'p ketib ozi qolgan. Ha, Xudo xolasa. 1,5 oydir, 40 kun atrofida. Xudo xolasa hademay bitta molinglar ikkita bo'ladi. Yoniga bitta bolasi tushsa, yetalab boqasizlar, o'zi pulni yarimi chiqdi deganida. Qatig'ini ichib, Xudo xolasa. Qaymog'ini yeb o'tirganda bizni ham bir duo qilib bersizlar. Qaymog'ini yeb yurgizinchi boy. Nari tomongacha tortinchi. Yurishlarni. Ana aka-ukalar.
Hamma yo'g'i go'zal, xudo xolasa. Orqani kengligi. Shu yoqqa bitta aylantiring-da, orqani bitta ko'rsataylik. Orqa vobshe dahshat ekan lekin-chi. O'ta dahshat, o'ta dahshat. Buqaga o'xshab semiribdi o'zi ham, joning sog'lik. Ishtahasi ham zo'rdir-a. Kombayn. Quruq o'tni, ho'l o'tni tanlamaydi. Yavradi xudo xolasa. Aka-ukalar, xo'p, bunisini narxiga keladigan bo'lsak, 34 million so'm, kami bor, yana kelishiladigan joyi bor. Aka-ukalar, xudo xolasa aloqaga chiq 33,5 million so'm. Yana kami bor. Kelishamiz aka-ukalar. Aloqaga chiqinglar. Xudo xolasa yoqqan bo'lsa, bu 4-raqamli molimiz bo'ldi bugunga. Xudo xolasa layklarni bosib turinglar. Bundan ham go'zallarni ko'rsatamiz. Ketdik do'stim. Yurishlarni ham ko'rib beraylik endi. Idishlar solishni qarang. 3. Voy joning sog'ogur. Qanaqasi bu? Chiroqlar ham dosh bermay qoldi-yu bunga. Nima deyapti bu? Turishlarni qarayapsan bu qanaqa bu? Savayskiy shved. Voy joning sog'ogur, bo'g'ozmi bu ham? Bo'g'oz xudo xolasa. Birinchi qoringa. Birinchi qoringa. Hurmatli kuzatuvchilar, yuvoshligi qanaqa ekan buni qani? Bu nima deydi? Qani? Mana. Voy joning. Arqon tashab qo'yaman bemalol. 4 dona. Oq yelin, oq quloq, oq tumshuq aka-ukalar. Savayskiy shved so'raganlarga. Toza Savayskiydan. Bo'ylar ham xudo xolasa bir u 40 atrofi. Bir u 35 pilusiga olsanglar ham bo'laveradi. Kuraklari 4 dona. 4 dona kurak tishi bor. Sog'ligi, yeb ichishi, bo'g'ozligi, yuvoshligi garantiyasini beramiz aka-ukalar. Mana u qoshini tepasida jinday urib oldi. Hozir shu yerda aylanayotgan joyda bo'ldi shekilli, ozgina hech nima qilmaydi. Xudo xolasa tani joni sog', bo'g'ozligi, yuvoshlilariga garantiyasini beramiz. Voy buni toshlarini, qarang toshlarini. Ko'rsating, silab ko'rsating u baqbaqalarni. Nima deyapti mana? Qaranglar, aka-ukalar. Otga o'xshab ketibdi-yu, jonivor bu. Joning sog'. O'ta gigantidan so'raganlarga, aka-ukalarimizga, toza Savayskiy, toza shveddan so'raganlarga bir dona bo'lsin, zo'ridan bo'lsin, maza qilib boqing. Yoniga borib, o't yemini berganda o'zim ham zavqlanib, zirenalar ham ko'tarilsa molni ko'rganda maza qilib o'ray degan aka-ukalarimiz sizlar uchun. Xo'p, bo'ylari 1.35 plus. Birinchi qoringa 4,5 oylik bo'g'oz. Bo'g'ozligi naq. Sog'ligi, yeb ichishlariga garantiyasini beramiz. Bo'g'ozligi, yuvoshligi icha yurgizinchi boy. Icha tortinchi. Ke jonim. Yurgizing. Mashalloh. O'ta go'zallik. Aylantiring bitta. Ke. Hali 100 yilda bir dunyoga keladi deydimi? O'ta go'zalidan ekan-a. O'zi ham. Xudo xolasa. Nozlanishini qarang, bu turishlari ham, yurishlari ham bo'lakcha jonivordi. Xo'p, qadrdonlar, ma'lumotlarni xudo xolasa berdik. Xo'p, puliga keladigan bo'lsa, aka-ukalar. Xo'p, 45 million so'm. Kami bor, kelishiladigan joyi bor, xudo xolasa. Kelishamiz aka-ukalar. 45 million so'm kami bor, vodiy bo'ylab dastavkalari besplatniy, qolgan viloyatlarga ham kelishilgan holatda. Voy, bellarimni qarishlab ko'rsatingchi molni. Qarashdi Mana liniyadan bir tomoni o'zi necha chiqyapti? 20 dan oshiq. Chiqyaptimi? 20 dan oshiq xudo xolasa mana. Joning sog' bo'lsin. 20 deylik. Maza qilsin-a boqib-a. Ay, xudo xolasa. Buni go'zalligini qarang. Toza Savayskiylarda aka-ukalar, toza Savaylarda tumshug'i uzunroq bo'ladi, aka-ukalar. Toza shvedni 100% tozasini tumshuqlari mana bunaqa uzun bo'ladi, aka-ukalar. Quloqlari ham mana bunaqa shalpang quloq bo'ladi. Shohi ham hani-huni chiqmaydi, shohlari ham uzungina, hamma tomoni kelgan bo'ladi-da molni. Biz tomonga birinchi kallasini. Mana qaranglar. Qadrdonlar. Go'zalligini qaranglar. Istara ham bo'ladi-da, endi hammasi ham mol, ming maqtaganimiz bilan bizga bir piyola choy damlab bermaydi-yu, rahmat devermaydi. Lekin go'zal-da baribir. Hamma narsani ham elitasi bo'ladi-yu, super varianti bo'ladi-yu, aka-ukalar. Ana shunaqasidan. Olinglar, boqib baraka topasizlar, xudo xolasa, qadrdonlar. Maza qiladigan bir 15 yil sigirni alishtirishni o'ylamasdan xotirjam boqaverasizlar. Moling bormi desa, bor degida, hamma tomoni go'zal, xudo xolasa. Qadrdonlar, 45 million so'm kami bor. Kelishamiz aka-ukalar. Aloqaga chiqasizlar, ekrandagi nomerlarimiz. Biz musofirdan turib ko'rayotgan aka-ukalarimiz uchun mana shu nomerda Telegram, WhatsApplarimiz bor. +998 bilan to'lig'icha sahnaat qilinglar. Telegram ham bor, WhatsApp ham bor. Aloqadamiz aka-ukalar, joninglar sog' bo'lsin. Bizni kamtarona mehnatimiz uchun bir donadan layklarni bosib qo'yinglar, do'stim. Aha, bir dona layk bosib ketinglar. Xudo xolasa, kommentariyada yaxshi so'zlardan qoldiringlar, ha. Yaxshi so'zlardan yozib, baraka toping deb, hech bo'lmasa yaxshi niyat qilganlar
havas qildim deb yozib qo'yganlarni xonadonida shunaqadan to'tta bo'lsa, hamma narsa niyatga bog'liq. Aka-ukalar, Albatta. niyatni yaxshi qilinglar. Yaxshi niyatinglar shu kommentariyada izohlarda ham yozib ketinglar. Hamma narsa niyatdan boshlanadi. Hatto namozda ham birinchi niyatdan boshlanadi. Albatta. Joninglar sog' bo'lsin aka-ukalar. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar, qadrdonlar.